Assalomu alaykum, hurmatli Qo'shkepir baraka avtomobil obunachilari. Bugun sizlarga mashinalarimizning bir qatori kengroq obzorini tushuntirib o'tamiz. Hurmatli obunachilar, bizda son emas, hamma sifat muhim bo'lgan. Shuning uchun sizlarga bir-biridan zo'r sifatli tayyor narsalarni ko'rsatib o'tamiz. 2025-yilda ishlab chiqarilgan Damas, metan gazlari, shumka, ichlari taxlangan, yumshoq balon, linoleum polik, içinde karnay, surnay hamma o'zlari bor. Tayyor mashina. 2025 8000 kilometr yuribdi. Bir de 92 milyon so'm yozilgan ekan, 90 milyon so'm bo'lsa berib beramiz. Kesinizda ona savdolashsak bo'ladi. Naqd pul, avtokredit, barter hammasini ishlaymiz. Qizig'i, shu mashinaga boshlang'ich to'lovini 22 milyon so'm bersangizda 2 milyon 900dan 3 yil ham chiqadi. Hurmatli obunachilar. Xo'p, 2024-yildagi ishlab chiqarilgan Damas. Bu mashinamiz ham metan gaz, sifol, polik, shumka hamma o'z bor. İçinde karnay, surnay tayyor mashina. Kraskasi родной, arg'i mashinamiz ham kraskasi родной edi. Bu mashinamiz ham kraskasi родной. Xo'p, bahosini e'tibor berib o'tasizlar, 86 milyon so'm. 2024-yilda emas, 86 milyon so'm. 20 ming kilometr yuribdi, 7 milyon bersangizlar, plus оформление xarajati bilan avtokreditga chiqarib berishlari mumkin. Agar puli elimdan ko'proq pul beraman desangizlar, dim zo'r. Bahosini tushirib 2 milyon 900dan mana 3 yilga chiqarib bersak bo'ladi. 3 yilga yana tayyor. Metan gaz qo'yaman, shunga ketaman, boshqa ketaman deb o'tirmaysizlar, hurmatli obunachilar. Yana shunday Damasdan yana biri. 2024-yilda ishlab chiqarilgan metan gazlar ustanib ketilgan yumshoq balonlari, chexol, polik, linoleum pultlari, signalizatsiyalar ham o'zlari bor. İçlerinde karnayı, boshqasi sizlar xudo xolasa bu mashinaga 1 so'm rasxod etmaysizlar. Bu mashinamiz ham kraskasi родной. Aytib o'tganimizdek, hurmatli obunachilar, bizda son emas, hamisha sifat muhim bo'lgan. Bemalol ustalarimiz olib borib ko'rsatib, tekshirib olsangiz bo'ladi. Bu yeridan muammo aytamiz. Bu mashinamiz ham ikkisini bahosi bir 86 milyon so'm. Xo'p, 2021-yilda ishlab chiqarilgan Damas mashinani ko'rsatib o'tamiz. Yurgan kilometrlari 75 ming kilometr yurgan ekan. Kraskasi, bu mashinamiz ham kraskalari toza, bemalol ko'rib, tekshirib olsangiz bo'ladi. Bahosi arzonroq Damas qarab yurgan bo'lsangizda, bu mashinamiz egadan ketib turibdi. Egasi bilan savdolashib olib bersak bo'ladi, bemalol. 2022-yilda ishlab chiqarilgan Damas, bu mashinamiz ham e'tibor berasizlar, kraskasi toza. Kelib ko'rib, bemalol tekshirib o'tsangizlar bo'ladi. Ustalaringiz aytgandek, kuzovchi, motorist bemalol kelsangiz bo'ladi. Kuzovchi o'zlarimizning yonboshda pastda Urganchda bolalar ishlab turibdi. Rengenda yonlaringizda kraskasini ko'rib tekshirib beradi. Bu mashinamizning bahosi 71 milyon so'm ekan. Kelsangizda bilan savdolashib olsak bo'ladi. Yurgan kilometrlari 31 ming kilometr turibdi. Bemalol ko'rib tekshirib olsangiz bo'ladi. Xo'p, sizlarga yana bir chiroyli bahoda 2024-yilda ishlab chiqarilgan tayyor Damas, hurmatli obunachilar. Bu mashinamiz ham putlari, yumshoq balonlarni ko'rsatib to'xtasa tonirovklar bo'lgan, tonirovklar so'rashni so'rab beramiz. Ishxoniyatlar ham zo'r. Shunday balonga o'zlari bor. Metan gazlari tayyor. Xo'p, bu mashinamizning bahosi 92 milyon so'm ekan. Kelsangizda savdolashib ustida kelishib olsak bo'ladi, hurmatli obunachilar. Damasdan buyurlarimiz xudo xolasa, bundan tashqari yana Damaslarimiz bor, bozorda uni ham ko'rsatib o'tamiz, hurmatli obunachilar. Bizga kuzatishda davom etasizlar. Hammaga rahmat.